Barchaga assalomu alaykum. Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilari, aka-ukalar, do'stlar. Obunachilar kirgandan bitta like bosamiz. Obuna bo'lmay bizni ko'rayotganlarga iltimos qilamiz. Obuna bo'lib kuzatishingizni iltimos qilamiz. Dakan ishqibozlari ekranda ko'rinib turgan xo'rozimiz Tulay. Yoshiga to'lgan sotuvda obunachilar. Mana sop-posoq xo'roz. Bugun 28-yanvar 2026-yil. Obunachilar, mana xo'rozimiz holati, mana sastenasi sop-posoq. Zotga ham, o'yinga ham bo'ladi obunachilar. Vesi 4,5 4,5-4,8 atrofida obunachilar. To'g'risini bilmayman, doroziga qarab ko'rmadim. Hozir zotda turibdi. Kimga ma'qul bo'lsa ekranda nomerlarga qo'yib o'taman. Ekranda nomerlarga bemalol chiqib olasizlar obunachilar. Zotimiz ishonchli. Otasi Karis, onasi Xitoy obunachilar. Videoga bee'tibor bo'lmaymiz. Do'stlarga podpiska qilamiz. Shuni bilan video rolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni yaxshi ko'ring. Inshaalloh. Xo'rozimiz holati.